Onangizni hozir men turgan muborak joylarga olib kelishni juda ham xohlaysiz, lekin ishlaringiz yurishmayapti, imkoniyatingiz bunga yo'q. Sizga hozir bir narsa o'rgataman. Ham ishlaringiz yurishadi, ham onangizni bu muborak joylarga olib kelish imkoniyatingiz darajasi 100,000 barobarga oshadi. Faqat gaplarimni oxirigacha eshiting. Tunlari uyqungizdan voz kechib, tahajjud namozini vaqtini topib, tahajjud namozidan so'ng qo'llaringizni duoga ochib, Robbim, qarshingga men keldim. Ichimni yeb bitirayotgan dardlar bilan holsiz holatda sening qarshingda turibman. Holatim faqat o'zingga ayon. O'zing ko'rib turibsan, nima ishga qo'l ursam ham hech o'xshamayapti. Lekin sendan umidvorman. Bilaman, karaming keng, marhamatingni cheki yo'q. Meni o'z holimga tashlab qo'yma. Shunday qilginki, shunday g'oyibidan yetkazginki, onajonimni o'zingni baytingga olib kelib, qo'llaridan tutgan holatda tavof qildirib, onajonimni roziliklarini olishni o'zing nasib qilgin ya Rob. Menga o'zing yordam ber, meni tashlab qo'yma. O'zingga hammasi oson-ku deb duo qilasiz. Ishoning, mana shu kunlardan boshlab ishlaringiz oldinga o'ylagan maqsadlaringiz tezda amalga oshishni boshlaydi. Siz faqat kommentda amin deb yozib keting.